Leksimizni davamlaştırmaya hürmetli vatandaşım. Prezident Obama barlık zörürü tedbirlerini kullanıp Koreya, Yaponiyanın bexatarligini qoqdaymiz, dedi mavzulu haber. 2 ayının 10 günü Amerika avazının Xitay tili programması e'lon qilindi. Xabar mundaq ko'rsatildi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama dushanba kuni kechda ayrim holda Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe'ga Koreyaning prezidenti Pyo Chung-huy xonimga telefon berib, Chawshan yakshanba kuni qo'yib bergan raketa sinaq masalasini muhokama qildi. Prezident Obama Osiyodagi bu ikki ittifoqdosh davlatning boshliqlariga mundaq ko'rsatdi. Amerika barliq zaruriy tadbirlarni qo'llanib, Yaponiya va Koreyaning bexatarligini qo'llaydi. Prezidentning bayonoti juma vatandoshim nima deydi? Nima deydi? Prezident Obama Osiyodagi bu ikki ittifoqdosh davlat boshliqlariga telefonda shundoq dedi, shundoq ko'rsatdi. Amerika barliq zaruriy tadbirlarni qo'llanib, Yaponiya va Koreyaning bexatarligini qo'llaydi. Aksaray axborot ishxonasining kotibi haftaning 2 kuni Prezident Obamaning yuqorqi ikki davlat boshliqlariga so'zlagan so'zlarida o'xshash iboralarni ishlatib bayonot e'lon qilganligini dalilladi. Bayonotda mundaq ko'rsatildi. Prezident Obama yuqorqi davlat boshliqlari bilan Chawshanning raketa texnikasi bilan sinaq qilishga raketa qo'yib berganligini muhokama qildi. Ular bu qatimliq raketa qo'yib berishni aybladi. Uch davlat boshliqlari telefon orqali bu qatim Chawshanning raketa qo'yib berishini aybladi. Ular birdak Chawshan yana bir qatim qo'llangan ig'vogarchilik deb hisobladi. Muqim vaziyat paydo qiladigan harakat deb, muqimsiz vaziyat paydo qiladigan harakat deb hisobladi. Bexatarlik komitetining qarori xiloflik qilganlik deb hisobladi. Prezident Obama Osiyodagi ikki ittifoqdosh davlat boshliqlari kafolat berib, Amerikaning Koreya va Yaponiyaga bexatarlik bo'yicha bergan va'dasi qat'iy, hargiz o'zgarmaydi. Zarur tadbirlarni qo'llanib, Amerika ittifoqdoshlarining bexatarligini qo'llaydi deb ko'rsatdi. Ular xalqaro jamiyatning, ya Chawshanning ig'vogarchiligiga kuchli javob qaytarishini, ittifoqdoshning muqimligini, ittifoqdosh davlatlarning muqimligini, unumli ish bajaradigan bexatarlik komitetining qarori bo'yicha Chawshanga taqobil turishni, ham ikki davlatning muqimligini qo'g'dashni, ham bexatarlik komitetining qarori bo'yicha birdak Chawshanga taqobil turishni uch davlat boshliqlari Amerika, Koreya, Yaponiya davlat boshliqlari telefon orqali muqimlashtirdi. Prezident Obama yuqoridagi bayonot e'lon qildi.